Samarqand Markaziy Osiyodagi qadimgi shaharlardan biri hisoblanadi. 1965-yil Afrasiyob arxeologik shaharchasidan topilgan 7-asrga oid devoriy suratlar ajoyib kashfiyot hisoblanadi. Bu bino albatta boy va e'tiborli shahar hokimiga tegishli bo'lgan. Bu saroyning 11 metrga 11 metr hajmdagi katta zali ayniqsa juda yaxshi saqlangan. Afrasiyob muzeyining markaziy zalida namoyish etilayotgan devor suratlari ilk o'rta asr devorining nodir san'at asari hisoblanadi. Biz bu suratlar orqali Samarqand xalqining oldingi hayotiga nazar tashlaymiz. Shu bilan birga bu devoriy suratlar qadimgi So'g'diyona hayoti va madaniyati to'g'risida ko'p so'zlashi mumkin. Qaysi maqsadda chizilgan bu suratlar? Yoki nima ma'noni anglatadi? G'arbiy devor zalga kirganda to'g'rida joylashgan. Suratning chap tomonida devorning yuqori qismida naqsh saqlanib qolgan joyda oq kiyim kiygan kishining tasviri va kiyimining etagida 16 satr sug'd yozuvi saqlanib qolgan. Onash naslidan bo'lmish shoh Varhuman elchiga yuzlanganda elchi so'z ochib: "Men Chag'aniyon hukmdori elchisi Pukarzoda bo'laman. Men uning tarafidan Samarqandga keldim va hozirda Samarqand hukmdori huzuridaman. Samarqand hukmdori men haqimda shubhalanmasin, chunki men Samarqand ma'budlarini yaxshi bilaman. Samarqand yozuvidan xabardorman va hukmdorga samimiyat va hurmat izhor etaman. Varhuman baxtiyor bo'lsin." Endi Choch elchisi so'zga oz ochadi. Bu satrlar Onash naslidan bo'lmish shoh Varhumanning elchilarni qabul qilish marosimiga taalluqlidir. Bu yerga chizilgan personajlarni ikki guruhga bo'lishimiz mumkin. Chap qismi g'arbdan kelgan elchilar guruhi, o'ng tomondagilar sharqdan kelgan elchilar guruhi. Chap tomondagi kishilarning asosiy guruhi yozuvdagi personajlar ekanligiga, ya'ni Chag'aniyon va Choch elchilari hisoblanadi. Chag'aniyon va Choch o'lkalari hozirgi Surxondaryo va Toshkent viloyatlari hisoblanib, Samarqandning qo'shni viloyatlaridandir. Yana o'ngroqdagi personajlarga e'tibor beramiz. Bu yerda 3 ta personaj aks ettiriladi. Ular yoqaga biriktirib tikilgan qaytarma ko'ylakda, oyoqlarida uzun paypoq etiklar kiygan, aftidan bu odamlar tog'li hudud elchilari bo'lgan. Ularning orqa tomonidan bosh kiyimlariga ikkita qushpati taqib olgan personajlar ham bormoqda. Bu kiyimdagi kishilar o'sha davrda Koreys xalqi kiyinishiga xos bo'lib, Koyguryo, Koreya qirolligi vakillari bo'lishgan. Devorning o'rta qismida bir-biriga simmetrik ikkita guruh marosimga tantanali chiqmoqda. O'ng tomonda esa qora qalpoqlar kiygan, mevalar va shoyi galzlamalar ko'targan Xitoy elchilari boryapti. Yuqori planda o'tirgan uzun sochli personajlar turklar bo'lgan. Devorning o'ng va chap tomonidan qurollar to'plami, tirgakka o'rnatilgan nayzalar, afsonaviy g'alati niqoblar bilan bezatilgan qalqonlar uyumi tasvirlangan. Devorning yuqori qismi buzilgan bo'lib, hozirgi vaqtda u yerda nima tasvirlanganligi noma'lum. Balkim u yerda Varhumanning o'zi tasvirlangan bo'lishi mumkin. Yoki Samarqand hukmdori markaziy joyda xudolar tasvirini chizishni ko'rsatma bergan bo'lishi ham
ehtimoldan xoli emas. Janubiy devor bo'yoqlarining ochiqligi bilan yaxshi saqlangan. Tantanali yurishning so'nggi joyi shahar emas, alohida turgan bino bo'lib, u yerda bir necha kishi turibdi. Shohlarning avlodlari yotgan joyga yaqin oq filning ustidagi taxtiravonda yuqori mansabdagi ayol o'tiribdi. Uning orqasidan egarlangan otlar ustida 3 ta yosh juvonlar tasvirlangan. Ularning orqasidan 2 kishi tuyaning ustida o'tiribdi. Qo'lida oltindan aso ushlagan bo'lib, ular zadagonlar hisoblanishadi. Devordagi naqshlarda og'zi bog'langan 2 kishi tasvirlangan. Bu yerda Zardushtiylar dini vakillari tasvirlangan. Ular qurbonlik uchun jonivorlarni olib borishmoqda. Bu marosimiy yurishning oxirida sariq ot ustida bo'ynida qandaydir taqinchoq va qoplon terisi tashlangan qizil yo'lakda o'lkan odam hukmdor Varhuman tasvirlangan. Bu yerda olimlarning 2 nuqtai nazari bor. Birinchidan, to'y marosimi tasvirlangan bo'lsa, ikkinchi ehtimol diniy urf-odatlar jarayoni tasvirlangan bo'lishi mumkin. Chapdan 2 ta sayr qayiqlarida ayollar tasvirlangan. Bittasi yaxshoq saqlangan. Qayiqning orqa tomonida musiqachilar turli musiqa asboblari bilan tasvirlangan. Boshqalariga qaraganda yirikroq tasvirlangan ayol esa Xitoy malikasi bo'lgan. Suvda esa turli afsonaviy jonivorlar, echki boshli va londumli ajdaho tasvirlangan. O'ngroqda uzun sochli personaj suvda suzayotgan otning dumidan ushlab turibdi. To'lqinli chiziq tasviri esa suvdagi va quruqlikdagi hayotni ikkiga ajratib turibdi. Bu yerda Xitoyning Tan davriga mos kiyingan xitoyliklar qoplon ovlamoqdalar. So'g'd madaniyatining sharti bo'yicha rasmlardagi mutanosiblik xudolar va shohlarni bildiradi. Bu yerda Xitoy podshosi yoki shahzodasi tasvirlangan bo'lishi mumkin. Bu devorda So'g'd davlatining Xitoy bilan bo'lgan diplomatik va savdo-sotiq aloqalari tasvirlangan. Oxirgi sharqiy devorning o'rta qismi zalga kirishning asosiy qismini tashkil etadi. Devorning o'ng qismida taxtga o'tirgan holda qo'lida qilich ushlab turgan. Uning oldida boshqasi tizzasi bilan, yana biri otda o'tiribdi. O'rta qismga sayrga kirish eshigi hisoblanadi. Chap tomonda aylanayotgan suv, baliqlar, cho'milayotgan bolalar, ho'kizlar tasviri yaxshi saqlanmagan. Ehtimol bu Hindistondan kelayotgan elchilarni eslatadi yoki Zardushtiylar tushunchasicha jannatu o'liklar va tiriklarning ajratuvchi daryoni eslatadi. Devoriy suratlar va naqshlar bitta rassom bilan bo'lmasa-da, yagona g'oya va mukammal texnikaga ega bo'lgan bitta ustaxonada ishlangan. Hukmdor Varhuman bu ishga mamlakatning sara badiiy ustalarini taklif qilgan. Mulohaza va fikrlar shuni ko'rsatadiki, uchala devordagi sujetlarning mazmun va ma'nosi yagona maqsadga qaratilgan. Birinchidan, bu Varhuman siyosatining 3 yo'nalishini ko'rsatadi. Yuqori darajali diplomatiya, Xitoy bilan ittifoqlik, ajdodlar ruhiga sig'inish kulti. Afrasiyob devoriy suratlari nafaqat badiiy yaratilishi bilan, u zamonaviy ensiklopediya hisoblanib, So'g'diylar madaniyatining hayotini, fikrini, tarixini ko'rsatuvchi manba hisoblanadi. Afrasiyobning gullab yashnashi va xorijiy elchilarning suratlardagi tasviri hozirgi zamonaviy Samarqandda hali hamon davom etmoqda.